ittifaqning topilgan chog'i tug'anlarning sog'ingan chog'i. Aprel ayında Qozonda 3-chi Butun Dunyo Xotin-qizlari syezdi o'zdi. Syezda Tatarstan Respublikasi rayonlaridan Rossiya Federatsiyasining 53 regionidan 15 yiroq ham yaqin chet ellardan 500 dan ortiq delegat qatnashdi. Ular Belorussiya, Bolgariya, Qozog'iston, Xitoy, Qirg'iziston, Litva, Polsha, AQSh, Tojikiston, Türkiye, Estoniyadan keldi. 24 aprel kuni Korston savdo ko'ngilashuv o'zagida syezdning plenar o'tirishi o'zdi. Tatar xalqi ko'pmi minglab yillar yashab, o'z dinin, iz tilini saqlab qolgan ekan. Mana bugungi buunda da ol bizning tub borish. Mana bizning xonim yamag'ina Baltashan'da ko'rgazma vaqtida o'zining 16 bugun bo'lgan shajarasini ko'rsatib, aytdi, bolalarni, aniqlarni kelgashdan qora. Mana babamning ismi bo'lgan, Misrning ismi bo'lgan. Sen kelib yetkazdim, o'z balangga endi ism berasan, kim bo'lib tarbiya beraysan deb. Şuna göre bitdi şejere o bizning bir qaraganda diniy negizda 7 bugundan da ortiq bilirga kerak deb. Ammo bilugina oz. Ona o'zimizning bolalarga, aniqlarni, yuraklarni yorib solarga kerak. Turmush aşağıga burishli. Biz bolalar topirgan. Onu tiyishliymiz. Milletibizga yo'raqli, milletimizning tilin saqlay turgan, urf-odatlarin negizin saqlay biladigan etib o'stirada bilga tiyishmiz. Шулай ук biride xotin-qizlarga ko'l ishlari ustaxonasi ko'rgazma yarmarkasi taqdim etildi. So'ngroq Go'zal zotlar Suyinbeka jurnalining 110 yilligina bag'ishlangan tantanali kechada qatnashdi. Hem Suyinbeka qizlari Suyinbeka jurnalining 110 yilligina bag'ishlangan bayram shurasi shunun bilan tamom sizin bilan kechda Milevsha Kashabiddinova hem idil qiyam bo'ldi. Shaxsiy maktablar nechik oshirga bo'la? Onlarni nechik tuzirga bo'la? Onlar bilan fikrlashirga, onlarning so'zlarini tinglarga, borib ko'riga, shaxsiy maktablar ular turida chiqishda bor bizning, ham shu vaqtda ular borib qarab qaytalar. Ondan tatar tilini bilimi o'qituvchilar azirlaw institutida bo'lashaqlar bizning. Onda da mana yangi olimlar bilan nechik deb azirlana. Biz her vaqt yo'q deymiz. Yo'q degan şey birinchi qoratib ko'rsatib jibaru eng yaxshisidir degan fikrda men o'zim. 25 aprelda delegatlar Bala City, Alta School maktablari bilan tanishdi. Balalar bilen maymunlu banan bilen sılıyız. Kara güzelyalar nişik ıstayıttırıp işliyle. Haydi güzel balalar maymunlu sılıyı. Gözbaş kare götürüyoruz. Ağzına kopturarız. Ne maymun aşağı. 6 7 8 9 10 Tüslerini İran'ımız bağlar bilen köpçiliginde türlü qımlar bilen, taşlar bilen işleybiz. Şulay bu günni Korston savdo ko'ngilashuv o'zagida diskussion maydonchiliklar ishi uyushtirildi. Ular 3 yo'nalishda olib borildi. Tatar g'oilasida 3 bugun ham 7 bugun harakati. Tatar g'oilasindagi tarbiya, tatar xalqining urf-odatlari, yillari, bayramlari, o'yinlari negizida bola tarbiyalaw, tatar g'oilasindagi ishmakarlik. 3-chi Butun Dunyo Tatar xotin-qizlari syezdidan yumg'oqlaw odimlar bilingual bilim beruv kompleksida o'zdi. Birida qalfaq to'yi sharasi o'zdi. Tutaşlar hem xonimlar 1 saatga
Siz o'zingizning әни тәрбиеші, o'qituvchi, yetakchi ham boshqalar ekanligingizni unutib, o'zingizni o'quvchi ham shagird etib his etib o'tirasiz. Topkar Tatarstan, 8 topkar Rossiya chempioni. Shura Botir kibet Timir oti bilan chinggan bir ko'p avtorallini. O'tda yonmay, suda botmaydilar. Mening bobam kibet Botirni. Lekin jumular tonda aytirgagina shunday. Chunki sportchilarni xayr yorishda qo'rqinish mezgillar kutib turadi. Şerefet avlularına sana bitirlik tugul. Bizi şah